kim o'zini boshqalarga o'xshatsa, kim ko'rinishini boshqa qavmga o'xshatsa, qilig'ini boshqa qavmga, ko'rinishini, harakatini boshqa qavmga o'xshatsa, qiyomat kunida mana shular bilan birga bo'ladi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Ana endi biz bu mavzuni aytib charchaymiz bundan buyoq. Nimaga desangiz, telefon degan, buni balo desak bo'lmaydi, yaxshi narsalar ham bor. Telefon degan shunday bir sinalayotgan, biz sinalib qolayotgan bir narsa chiqdi. Shu yerdan biz ko'rib, andozani, ibratni o'sha joydan olyapmiz. Musulmonchilik, yurish-turish, musulmonchilik, ko'rinish degan narsa ozayib ketyapti. Gaplarimizda ham, gapimizda ham, gapirayotgan gaplarimizda ham shularniki o'xshatishlar ko'p. Musulmon sifati qanday bo'lish kerak? Musulmonning ko'rinishi qanday bo'lish kerak? Gaplari qanday